Recording in progress. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hammanglarni ko'rganimdan xursandman. Bir-birimizga salom deb qo'yamiz. Agar maktab o'qituvchilari bo'lishganimdan xursandman. Sadriddinovna universitetda ishlaydilar, adashmasam. Yaxshi, rahmat. Rahmat katta hammaga. Yo'qni belgilaymiz va biz hozir auditoriyamizda kim ha deb biladi, kim yo'q deb biladi, buni belgilab baholab olamiz. Ammo yoki yo'qmi? Juda ham yaxshi. Demak, kimdir hozir ovoz berdi. 2 kishi ovoz berdi. Juda ham yaxshi. Ta'lim yo'nalishim bakalavr darajasini O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti ingliz filologiyasi bo'yicha, magistratura va PhD ni esa Indoneziyadagi Jogjakarta davlat universiteti til ta'limi fanlari yo'nalishi bo'yicha bitirganman. Tadqiqot va nashrlarim, demak, ko'plab xalqaro maqolalar muallifi, maqolalarimni Google Scholar, ResearchGate, Scopus veb-saytlaridan topsanglar bo'ladi. Mukofotlarim, demak, 2017-yil Malayziya bosh vaziri kubogi sovrindori, ya'ni malay tilida oratorlik mahorati bo'yicha 2024-yil may oyida O'zbekistonda ingliz tili o'qituvchilari olimpiadasi bo'lib o'tdi. Unda ham g'oliblikni qo'lga kiritdim va 2024-yil noyabrda Bangkokda, Tailandda yil professor nominatsiyasi bo'yicha sovrindor bo'ldim. Xalqaro ta'lim forum va konferensiyalarida ham muntazam ravishda speaker tarzida ishtirok etaman va TESOL, TOEFL, IELTS, TKT, CELTA bo'yicha xalqaro sertifikatlarga ega. Keyin professor doktor Alan Kanzdin, Yale universitetidagi professor, ularni rag'batlantirish modelini ko'rib chiqamiz va amaliy tavsiyalarim bor. Undan keyin foydalanilgan adabiyotlar bo'yicha tanishamiz. Demak, uyga vazifani bajarmagan o'quvchi uchun o'qituvchi qanaqa muloqot qiladi? Agar u agressiv o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa, uyga vazifani yana bajarmadingmi? Sen qanaqa o'quvchisan degan savolni yoki degan holatni barpo qiladi. Bunaqa o'qituvchilar agressiv o'qituvchi sanaladi. Oramizda bormi shunaqa? Uyga vazifani yana bajarmadingmi? Sen qanaqa o'quvchisan? Sen yaxshi o'quvchi bo'lmading. Yana vazifa yo'q deydiganlar bormi oramizda? Demak, biz o'zimizni agressiv o'qituvchi deb hisoblasak bo'lar ekan. Endi passivlik bu degani sustkashlik bilan. Ya'ni yana yo'qmi uyga vazifa? Mayli, o'zing bilasan. Qilsang ham, qilmasang ham o'zing bilasan. O'zingga ertaga o'zing qiynalasan deydiganlar bormi oramizda? Demak, bizda passivlik mavjud, ya'ni sustkashlik. Qat'iyatlilik bilan